Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan uyimizdagi 4 ta mahsulotdan umuman semirtirmaydigan shirinlik qilamiz. Birinchi qiladigan ishimiz 2 choy qoshiq jelatinga ozgina suv solib, yaxshilab aralashtiramiz va uni xolodilnikga yarim soatga jo'natamiz. Yarim soatdan keyingi bo'kib chiqqan jelatinning holati xuddi mana shunaqa bo'ladi va uni 30-40 soniya mikrovolnovkaga eritish uchun yuboramiz. Va jelatinimizning holati shunday bo'ladi. Undan so'ng bizga kakao sut, banan hamda jelatin kerak bo'ladi. Blenderimizni olamiz, 2 ta bananni solamiz, 2 ta stakanda sut solamiz, 3 yoki 4 choy qoshiqda kakao solamiz va erigan jelatinimizni massaning ustiga quyib yuboramiz. Tayyor bo'lgan massani 3-4 daqiqada yaxshilab qumaloqlari qolmaguncha blender qilib olamiz. Men taomlarim mazali va sifatli chiqishi uchun Lactel'ning 3,2% sutlardan foydalandim. Yaxshilab blender bo'lgan massani bitta kastrulkachaga solib olamiz hamda 5-6 daqiqada xuddi mana shunaqa ko'piklari paydo bo'lib qaynab chiqquncha yaxshilab qaynatib olamiz. Pishib, sovib chiqqan massani xuddi mana shunaqa chiroyli idishga solib 2 soat xolodilnikka jo'natganimizdan so'nggi ahvoli. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli liqillab turadigan, yesanglar maza qiladigan narsa tayyor bo'ldi.